Tungan pöşkülünün qilish usullari bakchiq. Buni hammamiz bak yoqtirib yeymiz. Bu ichidagi shangdozning ta'mi bilan shundoq yeyish yo'lida. Biz eng dastlabki mush tungan pöşkülniki haqiqiy tungan pöşkülni qilish jarayonini o'rganamiz. Buningga yerli ximir turish shiltimiz cho'qima. Buningda bak o'xshaydi. Men ximir turishini o'zim qilgan yerli ximir turishi. Ximir turishini quyiblam, suvni quyib, biz bu ximirni bo'ldiramiz. Bu ximir bak osti bo'ladi. Biz odat ishlatgan ximir turish qaraganda ximirni sal qattiqroq yug'urib olamiz. Mana ximirim bo'pti. Azroq suvda qaynoq quyib tayyor qilib olamiz. Buning ustiga quyamiz. Undan keyin shangdozni, ma shangdofini. Men bek yaxshi ko'rman, shuni jiqaroq soldim. Sizlar azroq solsanglar bo'ldi. Mayni qiziq qilib issiq mayni ustiga quyib, buningga yuv deb qo'yamiz. Hamda mandek holatda talqon oltiga agilib olamiz. Undan keyin shu IBM ximirni ustiga quyamiz. Quyib bu ximirni yug'uramiz. Udan yug'urib etimiz, yug'urib biz bu ximirni tindamaymiz. Bek tindasak shu 5 minut turdi, uzoq tindamaymiz. Yana bir qatim bo'ldirib etmaymiz bu ximirni. Bu diqqat qilgan yerimiz shu. Uniki biz buning ichidagi bu ximir bek ochiq puraydi emasmi? Bu ochiq purgan puroqni yo'qotishning usullari azroq ko'ydirib boqamiz. Ko'ydirib kavachisi kichik bo'lsa qilamiz. Yana birisi mana kesib boqamiz. Kessak kunjutdek cho'nliqdagi kavoq bo'lsa bo'lgan bo'ladi. Biz buni ochiq purab qoldi. Buning shu ashnaq sal bir inchik yeri bor. Unki biz bu ximirni bunda ochimiz. Ham ba'zan sal nipizroq yaxshi ko'rdi, ba'zan qilinroq bo'lib, men qilinroqni yaxshi ko'rganman bir xil nonda yeyishni. Bu ximirni ta'tir o'rib solamiz, ammo bunda 10 pet solmaymiz. Biz bu ximirga ochiq ta'min yo'qotish uchun soda soldik. Biz buningga jan yana shulti solsak bo'ladi. Men soda olib oldim. IBM kadar usullarını bilemesanglar, pura baksanlar buldu pursa biz azraq soda sebersek buludu. Shangdofen müşübünün çuçağımda ba, şunu alsanglar buludu. Yani birisi oğutunu bək tıqıb etməyimiz, bu qılım bu oğaşqa, bu poşkal asta sınıp pişidu. Onu başqa nepiz poşkallar oxşamaydı, tikilinip asta sınıp pişidu bu. Benim tətir qıpsab aldım. Bu poşkalның biz baş degəndək hər xil qılış usulları var. Bulub mu yerli ximir turuşluğunu, müşünki ən haqiqi təmdik usulda. Hakikaten şu yerli ximir turuşkan poşkal oxşaydı. Bunun adet ximir turuşlarını qılımız şu usul oxşaş buludu. Yana birisi biz abiyam talqan qıvagan şu ximirni sal jiqaraq, ununu azraq qıldığı usulum ba. Onki qaynoq sud yug'urib muşta qilin poşkal qilgan o usullar ba. Men keyin asta yo'llab berma. Bu poşkalni tayyor bo'ldi. Mana men bu filmni kechda olganligim uchun sal qorong'i chiqib oldi. Chichigi shunda yaxshi chiqqan, shundoq yumshaqa. Endi buningga biz nima uchun tuxum qo'shmadik deganda, tuxum biz shu kun esa qo'shimiz. Chunki tuxum qo'shsak bu poşkal yumshoq chiqadi. Lekin shu kun yapolamasak, ertasiga qolsa tuxum sababidan